Sifati kafolatlanmagan dori vositalari inson salomatligi uchun jiddiy xavf tug'diradi. Shu boisdan ham bojxona organlari tomonidan bunday dori vositalarining yurtimiz hududiga olib kirilishi va muomalaga chiqarilishining oldini olish bo'yicha tizimli chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Jumladan, Farg'ona viloyati bojxona boshqarmasi, Farg'ona chegara bojxona posti xodimlari, kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi hamda chegara xizmati xodimlari bilan hamkorlikda post orqali qo'shni Qirg'iz Respublikasidan O'zbekistonga harakatlanayotgan fuqaro boshqaruvidagi Cobalt rusumli avtotransport vositasini belgilangan tartibda haydovchi va xolislar ishtirokida maxsus nazorat texnik vositalar yordamida ko'zdan kechirishdi. Tekshiruv davomida avtotransport vositasining turli qismlariga tovar moddiy boyliklari yashirilganligi aniqlanib, chuqurlashtirilgan tartibda bojxona ko'rigidan o'tkazildi. Natijada Cobalt rusumli avtotransport vositasining old eshigi va salon ichidan tom qismlariga xufiyona yashirilgan bojxona xodimining og'zaki so'rovida ma'lum qilinmagan, xorijda ishlab chiqarilgan va sifatini kafolatlovchi tegishli hujjatlari bo'lmagan 20 turdagi dori vositalari borligi aniqlanib, ashyoviy dalil tariqasida vaqtincha saqlovga olingan. O'tkazilgan bojxona ko'rigi natijasida avtotransport vositasida umumiy qiymati 159 million so'mlik 20 turdagi 20 ming donadan ziyod sifati kafolatlanmagan dori vositalarini bojxona nazoratidan yashirgan holatda chetdan noqonuniy olib kirilishiga chek qo'yildi. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Ma'lumot o'rnida ortda qolgan yil davomida Farg'ona viloyat bojxona boshqarmasi xodimlari tomonidan mamlakatimiz hududiga chetdan sifati kafolatlanmagan dori vositalarini olib kirish va uning noqonuniy muomalasi bilan bog'liq jami 72 ta qonun buzilish holatlari aniqlanib, umumiy qiymati 11 milliard 677 million so'mlik 884 ming donadan ziyod sifati kafolatlanmagan dori vositalari ashyoviy dalil tariqasida vaqtincha saqlovga olingan. Muhammad Sidiq Usmonov, Ruxsor News informatsion dasturi uchun maxsus.